Feruza Normatovaning eri unga nimalar qilganini ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Taniqli o'zbek aktrisasi Feruza Normatova turmush o'rtog'idan olgan kutilmagan ammo juda samimiy sovg'a haqida o'z sahifasida video orqali bo'lishdi. Unga ko'ra, bir kun boshida og'riq sezgan aktrisa bu holatni eriga aytganida u sababini so'ragan. Feruza Normatovaning aytishicha, bosh og'rig'ining sababi sochlarining yaxshi quritmagani bo'lgan. Buni eshitgan turmush o'rtog'i unga mashhur Dioson brendidagi soch quritgichni sovg'a qilgan. Videoda aktrisaning bu hadyaga juda mamnun bo'lgani yuzasidan tabassum va minnatdorlik ifodasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Post ostiga esa Feruza Normatova quyidagi izohni qoldirgan: biz ayollar erimizni rozi qilish haqida o'ylaymiz. Aslida biz ham erimizdan rozi bo'lib, ularni duo qilishimiz kerak. Shunda baraka bo'ladi inshaalloh. Muhabbat yakkalik emas, ikki tomon harakati bilan mustahkamlanadi. Ayolini erkalatib suylagan erkaklardan Rabbim rozi bo'lsin, deydi aktrisa.